60-cı yıllarning o'ttirida boshlangan eti chiroyliq, o'zi sat, heliqi inqilobning ta'tir qo'yinlaridan andikib ketgan shoir qo'yin daftarga mundaq misralarni yozadi. Tova deb tutdim yaqa. Abdurrahim Tilashov o'tkir. Tova deb tutdim yaqa. Har bir qarab atrofga men. Tolg'unib ketdim, yılan chaqqan kabi azobdi men. Nima bu? Bir tushmi ya? Dahshat qiyomat bo'ldimi? Yoki anning ajali paymonisi liq to'ldimi? Anda qiyqas, mundi urchab, qo'l sonuq, bosh ko'z yara. Ne yigit qizlar yotur, jon talashib meydan ara. Tönagün yo'ldosh deyishgan jon birodarlar bugun bir-birini o'ltirishda dastlasharlar kun va tun. Bo'ldi maktab zallari, qirg'inchilik qo'rg'onlari. Tecrübe esvapları, bomba yasaş saymanları, karxana neyze yasar, orgak soqishni to'xtatib, kaydi qalpoq ba'zilar, Gitler saranga o'qishdi. Aktı kanlar koçalarda, aktı zavut sehada. Elinip kaldı cesetler, gah derekler şehada. Aktı kan, aktı qerindaş, hem buraderler qeni. Nime deb yakun yasarkin, buna tarix bir kuni. Tova deb tutdim yaqa, her kunniki qonga qarab. Shuncha qonga kim xalqning oldida aytar javob. Bir 1968 yil Avgust, Ürümçi. Abdurrahim Tilashov o'tkir. Mikrofon oldida Abdulaziz Qaraxonli.